1,5-2 sotuvli Yevro kottej narxida Food City'ni oldida, Yangi Qo'yliq bozorini orqasida joylashgan 5 sotuv maydonga ega Yevro hovlimizni sizlarga havola etamiz. Katta trassani, ya'ni betonkani yuzidan 1 kilometr masofada, mahallani yo'lini yuzidan 200 metr masofada joylashgan ushbu obyektimizni parametrlariga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, 5 sotuv maydonga ega, to'g'ri burchak, 10-70 ga 48 metr tashkil etadi. Yashash maydonlari 300 kvadratdan iborat, 6 ta xona plus 2 ta hovli, oldi va orqa hovlilarimiz ham mavjud. Hovlimizda juda ham добротный qilingan, qadrli do'stlar, kirib kelishinglarda naq 3 ta mashinaga mo'ljallangan viyezga ko'zinglar tushadi. Yashil hududlarga joylarimiz qoldirilgan. Oldi tarafimizda yana palisadniklarimiz ham mavjud. Общий sanuzillarimiz, xonadonimizga отдельный e'tibor berasizlar. O'rtoqlar yangi qurilgan, pishug'ichlar, paltarashkalar ishlatilgan va yana bitta plus taraflardan biri chap qo'limizda koridorniy sistema qilingan. Xonadonning ichidan ham kirib kelsanglar bo'ladi va koridorniy sistemadan ham qadam rajida qilsanglar bo'ladi. Imoratimizga kirib keluvchilarda qadrli do'stlar, kattagina holga ko'zinglar tushadi. Navbatdagi xonamiz oshxona. Har bitta xonamizda sirkulyatsiyalar, oynalarga joylar qoldirilgan. Bu yoq tarafda общий sanuzilimiz. Bu yoq tarafda bo'lsa kattagina zal, zaldan chiqish, выход qilsanglar ham bo'ladi. Bu yoq tarafda bo'lsa birinchi yotoqxonamiz o'zini sanuziliga hududlari qoldirilgan. Liftinchная zonadan ko'tarilishimiz bilan o'rtoqlar ikkinchi holga ko'zinglar tushadi. Ikkinchi holimizning o'zini balkoni mavjud. Oldi hovlimizga qarab turadigan joyimiz, viyezlarimiz ko'rinib turadi, qadrli do'stlar. Ikkinchi yotoqxonamiz, har bir xonamizni xohlaganlar uchun avtorskiy proyekt kiritib, o'zingizlar vitrajli oynalar bilan boyitib olsanglar bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa, общий sanuzilga hududimiz. Bu yoqda yana bitta yotoqxona o'zini sanuziliga joylari qoldirilgan. Oilasidan charchaganlar, ozgina hordiq chiqaraman degan akalarimiz uchun mansardamizda katta open space, svobodnoy planirovkaga ega xonamiz ham mavjud. Va bu yoqda yana bitta yotoqxona, o'zini sanuziliga joylab qoldirilgan. Eng zo'r fishkalardan biri, qadrli do'stlar, orqa hovliga qarab turgan balkonimiz ham mavjud. Orqa hovliga to'xtaladigan bo'lsa, 15 metr uzunligiga ega. Xonadonimizning orqa hovlisiga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, boy aytganimdek, balkonimizdan juda ham go'zal obzorga ko'zinglar tushadi. Birinchi qavatimizda yana bitta дополнительный xonamiz bor. Bu yoqda bo'lsa, yozgi oshxonalarga, vodopad, dekoratsiya, fontanlarimizga hududlar qoldirilgan. Yana bitta общий sanuzil, tapchanni zona qilib barpo qilsanglar bo'ladi, qadrli do'stlar. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa, 115 ming AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Hozirgi kunda o'rtoqlar 1 sotuv, 1,5-2 sotuvli Yevro kottej xarid qilganinglardan ko'ra 115 ming AQSh dollariga 5 sotuvli pishug'ichdan solingan 300 kvadratga ega 6 ta xona, 2 ta hovli bilan shu uyga xarid qilsanglar bo'lmaydimi? Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.